Assalomu alaykum qadrli Imronbek Discord'da kanal obunachilari. Hammalaring yaxshimisizlar? Biz Discord'dagilarimiz bilan mana suhbatlashib o'tiribmiz. Qorabosh xo'roz irik narsalar ko'rsatmasin. Bu qanaqadir boshqacharoq bir zot shekilli. Ichida kelib qolgan shekilli ancha irik narsa bu. Kichkina birdaniga iriklashib ketib qoldi. Bir haftadan keyin juda go'zallashib ketdi, ko'rsatmasin. Mana sehrli tilagimiz, mana kichkina sehrli tilak. Bu ham o'sha amaklarga yetib qoldi. Bu ham juda go'zal xo'roz bo'lib yetishdi. Bularimiz ona tilaklarimiz. Yo'llarimizda ham yangilik yo'q. Sabrdamiz. Sabr qilib turibmiz. Xudo xolasa hali birdaniga ta'sir ko'payib ketib qolamiz degan umidda. Ko'p yo'llarimiz tulak. Mana bitta jo'ja, ikkita jo'ja, uchta jo'ja mana shu. Qolgan hammasi tulak. Ular gaplashyapti degan umiddaman bular. Nima qilyapti ular? Massaj olyapti shekilli bu. Mana shu tulaklarimiz xudo xolasa hali hademay tuxumga kirib, ta'sir tuxumlarni qo'yib, jo'jalarni ochib bersa kerak. Inshaalloh shuni umiddamiz. Nimagadir tuxumga kirib ketmayapti, yemlarini yaxshi beryapmiz. Joylari yaxshi. Nimagadir tuxumga kirib ketib qolmayapti. Bitta tuqqancha tuxumga qoldi boshqa qaytib. Oldiga mana to'g'imiz tug'ib yuribdi. Shu tuxumni xafa qilmay deb. Shunday bitta qo'yib, qaytib qo'ymaydigan hayronman. Ulardan zot olishimiz kerak. Go'zallikni qarang. Boqib manzara qilasizlar. Bu hali atrofida oq jo'jachalari bilan yurib bo'lsa bo'ladi. Tovlanib. Inshaalloh. To'g'rimi? Xonim. Juda qiziqqon jonivorlarda, odamdan qo'rqmaydi uncha. Oldizga olib turish ularni nima qilyapti ekan deb qiziqib. Nechta tulak makonimiz bor ekan, sanaymiz. 1, 2, 3. 3 ta tulak. 4, 5. 5 tulak makonlardan mana tulak makon 6. Mana 7 tulak. Oqam 8. Mana ola bila 9. Mana 10. Mana ham tulak 11. Ham tulak 12. Xo'p, 12 ta tulak makonimiz bor ekan. Xo'rozimizni sanaymiz. 1, 2, 3. Mana xo'roz 4, 5, 6 ta. 6 ta xo'rozimiz bor ekan. 12 ga 6. 18 ta bo'lyapti. Qanday ikkita jo'jamiz bitta mana. O'sha bitta jo'ja. Yana bitta jo'jamiz ketib qoldi ekan mana. Ikkita jo'ja. Ikkita jo'ja qolyapti. Buni ham jo'ja xo'rozcha, xo'roz hisoblab oldik. Xo'rozimizdan zot olish kerak. Mana shu makonlari bilan birga. O'ta go'zallik. Orqasi makonlar, bitta ikkita makonlar o'ziga qaramayapti. Nimagadir. Juda xafa.
Nimaga bunaqa bitlari ham qizarmayapti nimadir. Kelganda oppoq edi bitlar, qon yo'qqa o'xshab. Shu bilan buni ikkala makyoncha ko'zga qaramayapti. Mazasi yo'qmi? Siz kelgandan beri shunaqa. Ular endi yonib turibdi endi oqlar. Ular mana shu boshqacha turibdi. Ular yonib turibdi mana. Boshlandi. Janjal boshlandi. Ertalashib urushar ekan bular, makyonlari ham. Xo'rozlari qolib faqat makyonlar urushar ekan bular. Haqiqiy janjalkashlar. Yeramdi. Qoni qo'yog'imi deyman bularni yerim. Aktiv bo'lmaydi ekan yoki biz ko'rmaymizmi? Kechqurun nima qiladimmi? Bosardim. Bir kundan bitta, ikki kunda bitta ko'rib qolinar ekan bosganni. Qolgan holatda u baqa yurib yeb yuraverar ekan. O chiroyli narsalar ular. Boqib mazza qiladi. Imron o'rdakchasi bu. Purchosiyasini qarang, purchosiyasi shundan chiroyli chiqyapti. Hozir ko'tarib qo'ysa yomon chiroyli chiqadi purchosiyasi. Kuzatishda davom eting. Qolsa yana videolardan qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.